O'ylanib qolaman, nimaga tosh davrida tug'ilmagan ekanman deb. Bitta mamutni o'ldirib bir oy dam olardim, maza qilib. Oldinlari insonlarning muhim vazifalaridan biri ov qilish edi. Ov qilish bu faqat tirik qolishgina emas, jamoaning kuchini ko'rsatadigan mashg'ulot sifatida qaralgan. Kimdir qopqon qo'yadi, kimdir o'ljani quvadi, kimdir esa qaror qabul qilib, u o'ljani yakunlaydi. Ayollar ham xuddi shu ovchilik qobiliyatiga qarab erlarni, o'zlariga juft halollarni tanlashgan. Qabilalar esa sardorlarni aynan shu ovchilik qobiliyatiga qarab turib tanlashgan. Eng zo'r ovchi eng zo'r qabila boshlig'i sifatida qaralgan. Bugungi kunda jamiyatimiz 38 milliondan oshdi. Bugungi kunda ovchilik kamondan emas, bilimdan, mahoratdan va g'oyadan iborat. Haqiqiy ovchi zamonaviy dunyoda imkoniyatlarni ko'ra olgan, uni ushlab qola olgan, o'z oilasi va jamiyatini himoya qilgan insondir. Shunday ekan, qadimgi ovchilik qobiliyatini bugun ham mukammallashtirish mumkin. Faqat bizning bugungi o'ljamiz bilim, hunar va yangi ko'nikmalar sifatida rivojlanadi. Bu yo'lda qat'iyat ko'rsatgan insonlar esa zamonaviy ovchi sifatiga loyiq ko'rildi. Sizlar bilan Dilmurod Abduvaliyev bo'ldi. Shunday mavzularda yana ko'rishguncha, chao.